Bizda Profi universitetini shaxsiy o'sha brend kanal kelgan. Xo'p, kanalimizda muammo nima edi? Muammo shu ediki, kanal xullas tag tugi bilan yo'q bo'lib ketgandi. Mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Kanal tag tugi bilan strike yeb, polni yo'q bo'lib ketgandi. Mana bugun biz xudo xolasa mana kanalimizni tiklab berdik. Kanal nima uchun yopilib ketadi do'stlar? Qachonki kanalga 3 ta strike tushsa, ketma-ket 3 ta strike tushsa, kanal o'z-o'zidan yopilib ketadi. Bu pul ishlamaydigan kanallarda ko'p bo'ladi, ya'niki to'satdan 3 ta strayk tushishi birdaniga kanal tag tugi bilan olib tashlaydi. Hozir yana bizda 2 ta straykimiz bor. Bittasi 43 kunda tugaydi, bittasi 46 kunda, 36-43 kunda tugaydi. Biz universitet bilan gaplashamiz. Agar bularni ham yo'qotib bering deydigan bo'lsa, biz bu strayklarni ham xudo xohlasa yo'qotib beramiz nasib bo'lsa. Endi u yog'i universitet bilan shartnoma qilamiz. Agar ma'qul yo'qotib bering desa, polni strayklarni tozalab beramiz. 3 ta straykida bittasini yo'qotib berdik. Shuni hisobiga bugun kanal ochildi do'stlar. Mana e'tibor beringlar. Xo'p, 21:19 men yarim kechasi bo'lishiga qaramasdan video qilyapman. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p, mana xullas 3 ta strayk tushgan, kanal tag tugi yo'q ketgan. 10 kun oldin biz ariza bergan edik. Mana 10 kunmi, daji 15 kun edi mana. 12-yanvarda, bugun necha? 28-yanvar bugun. 16 kunda kanalni ochib berdik. 16 kunda strayklarni yo'qotib, bir donasini spesialni yo'qotdim, 3 tani birdan yo'qotmadik, chunki YouTube qonun qoidasi bo'yicha bitta strayk yo'qolsa ham kanal ochilardi. Chunki egasiga aytdim, universitet egasiga aytdim, xullas bitta strayk yo'qotamiz, kanal ochiladi. Mana ochildi kanal. Endi bu yog'i kelishuvga qarab, agar yo'qotib bering desa, bu yoqni ham xudo xolasa yo'qotib beramiz. Shunaqa gaplar. Xo'p, bu yerda endi ko'p jalbalar, xullas strayklar, ko'p narsalar tushib tashlagan, ko'rib turibsizlar do'stlar. Kanal juda ham ayanchli holatda, juda ayanchli. Xo'p, qaranglar, mana hamma yo'q strayk, bir nimalar bosyapti. Bu kanalimiz endi hozir xavfli holatda, ikkita strayk bor. Shuning uchun kanalimizdagi hamma videolarni men ko'rinmaydigan holatga o'tkazaman. Nimaga desanglar, yana strayk tushib qolsa, yana kanal ketadi. Shuning uchun egasiga biz aytamiz, shu kanal hamma yo'q, avtorskiy prava, hamma yo'q ketgan, qaranglar. Xo'p, video это удаленные. Xo'p, kimdan tushgan ekan avtorskiy prava? Achib ketibdi avtorskiy prava. Kimdan chiqqan bu, davommi nimadirlardan chiqqan. Xullas kanal rostini aytganda juda ham ayanchli holatda. Xo'p, hozir bu videolarni yopib olaylik. Xo'p, umumiy holatda shunaqa do'stlar. Chunki iloji boricha birovni videosini olmanglar, strayk tushmasin. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bizda xizmatlar hammasi ishonchli. 99lik 791 32 32 do'stlar. Telegram nomerim, faqat Telegramdan aloqaga chiqamiz. Telefon qilmaymiz, telefon qilsalar ololmayman baribir, chunki qo'ng'iroqlar soni ko'p. Agar masalan mana shunaqa rasmiy universitetlar yoki davlat korxonalariga ham biz xizmat ko'rsatamiz, televideniya, farqi yo'q, любой sohada xullas YouTube bo'yicha rejissyorlar bor, bizda prodyuserlar bor, ularning kanalini qilib berganmiz, YouTube kanalida turibdi hammasi. Xullas yordam kerak bo'lsa do'stlar, Telegramdan yozaverasizlar. Bu kanalimiz do'stlar rost qizig'i 3 ta kanal yopilib ketgan. Mana ko'rib tursanglar bo'ladi, 3 ta. Men hozir bittasini tiklab berdim, ikkitasini ham tiklasak bo'ladi. Ya'ni qaraymiz, egasi biz bog'lanaman hozir men ularga. Agar mana bu ikkita kanalim kerak bo'lsa, bularni ham xudo xolasa tiklab beramiz. Agar u ham kerak bo'lsa tiklab beramiz uni ham, nasib bo'lsa. Agar kerak emas, shart emasda, shu bitta kanal bilan kifoya qilamiz do'stlar. Xo'p, shu aytib o'tganimdek 99lik 791 32 32 do'stlar, bemalol YouTube bo'yicha nima masala, qanday yordam kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqsanglar, kanallarni chiroyli qilib, tozalab, hamma yo'g'ini cho'tki qilib, YouTube qoidalariga to'g'ri keladigan qilib tozalab beramiz. Lekin kanalimiz chir ko'p jalb bo'lgan ekan, qaranglar. Chirda, bittami, ozgina emasda. Jalkada просто так mana 400 ming prosmotr jalka. Mana shunaqa vaziyatlarda iloji boricha tezroq kanal tozalash kerak. Endi bu ham bir kunda bo'lgan menimcha, birdan yo'q forishgan. Shuni hisobiga hamma videoga ketib qolgan. Yoki bo'lmasa yig'ilib ketib qolgan. Ko'proq yig'ilib ketib qolganga o'xshayapti. Xo'p, hozir uzun videolarni yopib olsak, keyin men shorts videolarni ham yopaman. Universitet, ta'lim, xullas imtihon atmosferasi, kirish imtihon atmosferasi. Xullas shunaqa, mana birinchi dars, ikkinchi dars. Nimaga mana ular o'chirilgan tushunmayapman hozir. Ролик переудаленный YouTube, теперь он может только вам. Nima qo'ydi bizga bu? Mana shu video olayotgan paytda, yuklayotgan paytda e'tibor berish kerak. Balki biron bir qoidani buzadigan bo'lsa, iloji boricha nima desa bo'ladi, yuklamaslik kerak ular. Chunki nechta video bor-da, jalkada просто так.
Bu kanalimiz o'zi tak tugma yo'q ketgandi do'stlar. Biz buni qaytadan ochib, hamma yo'q emas, bitta straykni yo'qotdim, ochildi mana. Lekin hamma kanalda bu degani strayk yo'qoladi degani emas do'stlar. Ayrim kanallar bo'ladi, ochilmaydi. Ayrim kanallar bo'ladi, shunaqa ochilmaydi. Shuning uchun iloji boricha strayk yemanglar. Yordam kerak bo'lsa, Telegram aloqaga chiqaverasizlar. Bu yog'ini yana o'zimiz ko'rib, chiroyli qilib bu yoqni to'lib beramiz. Salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar.